Qachon? O'qidingizmi? Yegim yo'q. Necha yoshda edilar, domlangiz? 83 edilar. Kim biladi? O'sha yoshga biz yetamizmi, hali yo'qmi? Ochig'i, kun bo'yi men ham o'sha domlangizni o'yladim. Juda ham ajoyib pedagog edi u odam. Minglab bolalarni tarbiyalagandi. Ilmiy ishlari bormidi? Yoki bilan darslar yozganmidilar? Yo'q, gap unda emas. Mana, hamma illat shunda-da. Gap unda emas, eng muhimi bu emas. Mana shuning uchun ham tugatolmayapsiz dissertatsiyangizni. Umuman, aytingchi, kelajagimizni qanday tasavvur qilyapsiz? O'zingizchi? O'zingiz? Qandayligini aytaman. Institutni tugatganimdan keyin ikkalamiz bir necha yilga chet elga ketamiz. Men tarjimon bo'laman. Siz esa dars bera boshlaysiz. Bordi-yu, men buni istamasamchi. Hadi. Men haqimda qachon o'ylagandingizki, endi g'am yeysiz. Chunki siz uchun bir o'zim keshinma emasman. Men bor yo'g'i otamga ilovaman, shundaymi? Qo'ying bunaqangi kesatov gapni. Tushundim hammasiga. Xo'sh, yana nimaga tushundingiz, gapiring. Siz meni sevmaysiz. Sevmaysiz, faqat qulay bo'lsin deb menga uylangansiz. Axir nima uchun uylanganimni juda ham yaxshi bilasiz-ku. Ota-bobolarimizning gapi juda ham to'g'ri ekan. Kambag'alni siylasang chorig'i bilan to'riga chiqadi deyishardi. Hali shunaqami?